Assalomu alaykum. Inson aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Aka, darvozani bepul qildingizmi? Xudo xolasa siz obunachilaringizga bittasiga bepul. Bittasiga bepulga beramiz. Bittasiga bepul beramiz. Shartlari qanday? Shartlari aka, 1 oy ichida 10 mingta prosmotr yig'sa, like, komment qizig'i yo'q, 10 ming prosmotr yig'sa, bittasi bepul kommentga ichidan bittani tanlaymizda o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. Zo'r. Demak, mana shu videomiz 1 oy mobaynida 10 ming prosmotr yig'adigan bo'lsa, kommentariyaning ichidan shuni bittasini tanlaymiz. 12 ta viloyatga dastavka sununkasini bepul qilib beramiz. Bepul qilib beramiz. Misol uchun mana bu kichkina dorizalardan bermaymiz. Dorizaxonasiga tushganini sununka qilib berasizmi aka? Shunaqa qilib beramiz. Zo'r. Bittadan like bosib, chiroyli qilib komment yozib, videoni portlatamiz akalar. Aytib o'tilgandek, dorizaxonangiz katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, bittasini mutlaqo bepulga berib yuboramiz. Oldingi videomizda ham bittasini berdik aka, to'g'rimi? Bittasini berdik. O'zimizga Namanganga o'rnadi. Endi keyingisi qaysi viloyatga bo'ladi? Qizig'i yo'q, olib borib bekorga uстановкасini qilib beramiz. Zo'r. Xo'sh, bo'lmasa videomizni boshlaymiz. Qaysi biridan boshlaymiz aka? Boshlaymiz, mana shundan boshlaymiz. Qayerlarga zakaz bo'lgan aka bunimiz? Bu Toshkent Kelesga zakaz bo'lgan. Bu 2 qavatli variantda bo'lgan. Razmerlarni tushuntirib o'taman. Eniga 4, bo'yiga 2.90 bo'lgan. Shumkali bo'ldi, to'g'rimi aka? Shumkali orasiga 2 kilovatr solingan. Tagi shivellar, ikkita yordamdorlari 8 ga 6 profildan bo'lgan. Listlari orqa oldi 1.3 qalinlikda bo'lgan. Narxi 900 ming so'mdan bo'lgan. Buni 1 millionlik varianti ham bor, 900 minglik. Xohlasa bundan ham arzonroq qilib beramiz. Zo'r. 2 qavat bo'lsa 900 ming so'mdan bo'ladi, 1 qavat bo'lsa 750 ming so'm, xohlasa 500 ming so'mdan ham qilib beramiz. 500 ming so'mlik varianti ham bor, to'g'rimi aka? Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Zo'r. Aka, undan tashqari ruchniy robota dorizalarimiz ham bor. Bor aka. Listli 2 qavat, 3 qavat, 1.8, 2 li listlardan tayyorlab beraveramiz. Tayyorlab beramiz. Zo'r. Keyingimizchi? Xo'p, keyingi darvozamiz eniga 4, bo'yiga 3 metr bo'lgan. Listlar 0.8 qalinlikda. Buni kvadrat narxi 750 ming so'mdan qilinsa, menga arzoni kerak desa, xuddi shu kачествоda kvadratini 500 mingdan ham qilib beraveramiz. 500 ming so'mdan ham qo'yib beramiz. Qilib beramiz. Zo'r. Materialda farq bo'ladi. Keyingimizchi? Bu keyingisi Andijon Marhamat tumaniga zakasini olganmiz. Bularning kvadrati 750 minglik variant. Listlari 1.3 qalinlikda bo'lgan, tagi shivellik yondorlar 8 ga 6 qalinda bo'lgan. Taxiyasi bor, lazerlari bor. Xo'p, 750 minglik variant. Xohlasa lazer qo'yilmaydi, shu holatda yupqa qilib 500 ming so'mdan ham qilib beraveramiz. 500 ming so'mdan ham qilib berilaveradi. Keyingisi aka, bu ham 4 metrga 3 metr, listlari 0.8 qalinlikda. Bu kvadrat narxi o'sha gap 750 mingdan 500 minggacha qilib beraveramiz. Zo'r. Bo'lsa telefon qilaverasizlar, darvozamizda eng arzon qanchadan boshlanib qanchagacha aka? Eng arzoni 500 ming so'mdan boshlanadi. 1 million so'mgacha shtampovka. Shtampovka deganda mana shu narsalar bo'ladi. Qo'l mehnati listovoy darvozalarni ham ko'rsatib o'tamiz oxirida. Oxirida ko'rsatib o'tiladi. Keyingimiz 3.5 metrga 3 metr bo'lgan razmer. Listlar 0.8. Tagi shivellarda bo'ladi, 8 ga 6, 8 ga 8 yonborlari bo'ladi. Narxi 750 ming so'm bo'lsa, qalin materiallar. Xuddi shu kачествоda 500 ming so'mdan ham qilib bera olaman. Listi 0.8 qalinlikda bo'ladi. Zo'r. Dastavka ustunovkasi 12 ta viloyatga ichida. 12 ta viloyat ichida. Zo'r. Keyingimiz aka? Keyingisi eniga 3 metr, bo'yiga 3 metr bo'lgan. Listlari 0.8 buni ham. Tagi shivellar, yondorlar 8 ga 6 profilda bo'lgan, zamoklari bor. Center zamok, orqa oldi devo kraskada bo'lgan. Buni ham 750 mingdan o'sha 500 minggacha qilib beramiz. Zo'r. Demak, 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha shtampovka, 1 millionligi albatta 2 qavatli bo'ladi, to'g'rimi aka? 2 qavatli bo'ladi, orqa oldi ko'rinishi bir xilda bo'ladi. Zo'r. Telefon qilaverasizlar, bo'lsa chiroyli qilib ma'lumotlarni berishadi. Keyingisi eniga 2.90, bo'yiga 3 metr bo'lgan. Bularning ham kvadrat narxini 500 ming so'mdanga qilib bera olamiz. Arzon. Arzon 500 ming so'm. 1.3 lista bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu kачествоda 1.3 qalinlikda bo'ladigan bo'lsa, taglari, yo'ldorlari, profillari qalin bo'lsa 750 ming so'mdan qilib beramiz. 750 ming so'mdan qilib beriladi. Zo'r. Keyingimiz O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovkasi ichida bo'ladi.
Hop, keyingisi 4.8 yiliga, bo'yiga 2.80 bo'lgan. Hop, listlar qalinda bo'lgan, 750 ml variant. 750 ml variantni xuddi shu holatida 0.8 qalinlikda arzon chiqarib ber deysa, 500 ming so'mdan xuddi shu holatda ham chiqarib beramiz. Zo'r. Telefon qilaversa, bo'lsa katsasini yo'qotmagan holatda listlarni yuqoriroq qilsak arzonroq chiqadi, to'g'rimi? Arzonroq chiqadi. Bundan tashqari so'ri tapchanlar ham bor. Karavotlarimiz ham bor, so'rilarimiz ham bor. Aha. Hop, endi 2,5 bu manaqasiga 3 metr bo'lgan. Bular 3,5 million so'mdan taxtalari bilan. Taxtalari bo'ladi, yig'iladigan variant. Yig'iladigan variant. Dastavkasini qayergacha qilib beramiz? Dastavkasi Toshkentgacha deylik. Vodiy Toshkentgacha dastavkasi ichida. Ha. Zo'r akalar. Xudo olsa bemalol zakaz qilaverasizlar, buni ham har xil variantlari bor, to'g'rimi aka? Shunaqa. Toshkentgacha deganim sababi o'zimizda shofirlar bor. Aha. Постоянный qatnab turishadigan va 10-15 ta shofirlar bor. Xudo xolasa, muammo bo'lmaydi. Aha. Olib borib uylarga tashlab beramiz. Zo'r. Keyingimiz Hop, keyingisi 2.80 ga 3 metr bo'lgan, 2,5 ga 3 metr bo'lgan. Bu ham narxi 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Taxtalari bilan. Aha. Hop, 3 metrga 2.80 bo'lgan. Buni 3 million 800 ming so'mga taxtalari bilan qilib beramiz. 3 million 800 ming so'm taxtalari bilan. Shunaqa. Keyingimiz Keyingisi aka 2.80 razmer eniga, uzunachasiga 3 metr bo'lgan taxtalar bilan. Materiallari ham yaxshi material bo'lgan. 4,5 million so'mga olib borib o'rnatib beramiz. materiallari ham baquvvatdan bo'lgan, to'g'rimi? 4,5 million so'mga uylargacha olib borib beramiz. Zo'r. Akalar bemalol telefon qilaverasizlar. Bundan tashqari reshetkalarimiz ham bor, to'g'rimi aka? Reshetkalarimiz ham bor. Reshetkalarimiz aka. Hop, 500 ming so'mdan boshlab yog'i 1 million so'm, 1,5 million so'mgacha qilib beramiz. 1 kvadrat qarab. Ha. 1 kvadrat metr. Zo'r. Xullas temir sohasida nima ish bo'lsa qilaveramiz aka, to'g'rimi aka? Bo'lsa qilamiz. Perelar, reshetka bo'ladimi, darvoza, kacheli, farqi yo'q. Naves farqi yo'q. Tayyorlab berilaveradi. Qilib beramiz. Bu tomon ishxonalarmi ekan? Ha, bu taraf ham ishxona. Mana xudo xolasa, bu yoqda zakazga tayyorlanyapti-kan. Bu Samarqandga yasalgan darvoza mana. aha. Xudo xolasa, profillari ham qalinda bo'lyapti. Aha. Shtampovkan bu? Ha, bu shtampovka. Zo'r. Bularimiz aka? Bular listovoylar. Listoy darazalar. Qayerlarga zakaz bo'lgan? Qayerga zakaz bo'lgan aka bunimiz? Bu daftari qarash kerak aka. Hammasini eslab qolmaydi. Zo'r. Demak, O'zbekiston bo'ylab zakaz bo'lgan, to'g'rimi aka? Bo'ylab, shunaqa. Bu qaysi fason ekan bu? High-tech fason shekilli, to'g'rimi Bu aka? high-tech bo'lgan, ha, shunaqa. Aha. Zo'r. Bo'lsa birinchi o'rinda gruntovkalar sepiladi, keyin kraska qilinadi, to'g'rimi? Kraskalarga garantiyalar beriladi. Beriladi. Xo'sh, akalar, qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Xudo xolasa, bu yerdan ko'rmagan darvozalaringni aka men boshladi ijodda telefon qilasizlar, Telegramda yozasizlar, rasm kataloglarini tashlab berishadi. Xizmatlar 12 ta viloyatga dastavka ustunovkasi ichida bo'ladi. Xudo xolasa bir xil narxlarda xizmatlarni qilib berishadi. Eldorimizni oldinda esa biz kanaldan chiqalardan skidka bor, to'g'rimi aka? Aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat, charchamang. Xudo xolasa mana shu videomiz, obunachalarimizga ishonamiz. Bir oy ichida 10 ming prosmotr oladigan bo'lsa, bitta omadli obunachimiz tanlab podarka qo'yamiz, to'g'rimi? Podarka qilamiz. Zo'r. Shu orqa tarafda ham bitta darvoza bor, listovoy. Ko'rsatib o'tamizmi uni? Ko'rsatib o'tamiz. Pauza ushlab tursangiz ham mayli. Aka, bu darvozamiz Samarqand Fosonning eng full variantimi? Samarqand Fosoni full variantda bo'lgan. Qayerga zakaz bo'lgan bu? Bu o'zimizga vodiyga o'rnaydi. Namanganga bo'lgan, to'g'rimi? Zo'r. Necha qavatli bo'lgan? Listlari qanaqa bo'lgan? Listlari 1.8 qalinlikda bo'lgan. Aha. Mana cho'tir listlari ham o'zimizga Toshkentniki. Mana bu sherda yungiga moslangan ekan-da, to'g'rimi aka? Shunaqa aka. Zo'r. 3 ta sherni kallalari bilan xudo xolasa chiroyli holatda chiqqan ekan. Chiroyli holatda bo'lgan. Razmeri necha bo'ldi aka? Hop, eniga 4.80, bo'yiga 4 metrlik darvoza. 4 metr atrofida bo'lgan. Mana shu turgani nalichkalari hisoblanadi, to'g'rimi aka? Atrofida qirg'oqlarda nalichkalari bilan. Nalichkalari bilan. Xo'sh, 1 kvadratdan qancha narx beryapsiz aka bunimizni? Buni kvadrat narxi 1 million 800 ming so'm full varianti bo'lsa, arzon qilib 1 million 200 ming so'mdan narx bera olamiz. Demak, 1 million 200 ming so'mdan Samarqand Fosonimiz
1,800,000 so'mgacha eng full variant chiqadi. Shunaqa. Zo'r. Dastlabki ustunovkasi 12 viloyatga kelishilgan holatda, to'g'rimi aka? Viloyatga kelishilgan holatda qilib beramiz. Manzilimiz to'liq tushuntirib qo'yasiz aka? Manzil Namangan shahar Shamshiboy bozor, Shamshiboy bozordan ozgina pastroqda Elektroterm zavodi ichida. Aha. Kelib ko'rmoqchi bo'lganlar uchun lokatsiyalar tashlab beramiz, to'g'rimi aka? Shunaqa. Lokatsiyalarni tashlab beramiz. Xo'sh, adashmasak qo'limizdan keyincha ma'lumotini berib o'tdik. Ustiga sizga ma'lumotlar uchun rahmat, charchamang. Sog' bo'linglar. Akalar, like bosib, komment yozamiz, xudo xolasa, bir oydan keyin mana shu akamizni bitta darvozasini obunachilarimizga shunchaki podarka qilib beraveramiz. Aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat, charchamang. Sog' bo'ling, Eldor aka. Akalar, qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Kimda qanday savollaring bo'ladigan bo'lsa, Instagram telefon raqamlari ekran pastda bo'ladi. Albatta, bitta like bosib, tanishlaringga videomizni jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.